Salom do'stlar, bugungi videorolikimizda Instagramda qiziqarli videoroliklar reaksiya qilamiz hamda tomosha qilamiz. Video ostiga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Yo'qotadiganim qolmagan. Hech nimadan qo'rqmay qo'ydim. Hayotim boshdan oyoq komediya. Shunchaki yana bir yil o'tdi. Menda bo'lsa hammasi o'sha. Bu yerda turdim, keyin bu yoqqa o'tdim, keyin yana boshidan. Shunchaki yana bir yil o'tdi. Cho'ntagida otasini pulini ko'tarib yurganlarni menga bermoqchi bo'lgan har qanaqa nasihatining mening tabiatimda yeri yo'qdir. Ularni aytishicha men ular You can ask the flowers. I sit for hours. Shunchaki yana bir yil o'tdi. Menda bo'lsa hammasi o'sha. Bu yerda turdim, keyin bu yoqqa o'tdim, o't chaynadim, keyin yana boshidan. Gap nimadaligini bilasanmi? Balki ishlar joyidami? bilmayman. Shuning uchun hech qachon afsuslanib, voy unaqa qilishim kerak edi, bunaqa. Yo'q. Demak, shunaqa bo'lish kerak edi. Bo'ldi. Orqadagi narsani o'zgartira olmaysan. Yo'q. For me, as example, longevity, we have similar story, so I think it deserves because it's a great example for this generation, old generation. 25-yil ham tugadi. 2050-yil endi 2000-yildan ham yaqinroq. 2019-yilda tug'ilgan bolalar allaqachon maktabga borishyapti. 91-yillar esa 15 yildan keyin 50 yoshga to'ladi. Ammo hayolimizda hamon 2020-yillar. Go'yo hammasi kecha bo'lgandek. Holbuki pandemiyadan beri 6 yil o'tdi. Siz ham buni his qilyapsizmi? Go'yo hamma narsa tezlashib ketgandek. Dunyo oldinga qarab yuguryapti. Biz esa hatto orqaga qarashga ham ulgurmayapmiz. Trendlar, ma'nolar, hatto o'zimizga yeta olmayotgandekmiz. Texnologiyalarchi, avvalgisiga ko'nikib ulgurmasizdan keyingisi chiqyapti. Bilasizmi nimani angladim? Ota-onamni tushunishim osonlashdi. Ilgari men ularga smartfon ishlatishni o'rgatardim. Hozir esa o'zim ham har safar paydo bo'ladigan yangi servislarni o'zlashtirishga ulgurmayapman. Ba'zan ularga hatto havas qilaman. Ularni bolaligi ijtimoiy Bir gap aytaymi? Agar yoning bolalar mana sinfdoshlar grupasigacha salommi, nuqtami, hijobi. Eshit, hech kimga qattiq bog'lanib qolma. Tikuvchining ishi tugasa, ipini uzadi. С радостью сообщаем вам. dunyoda adolat uchun kurashadigan barcha samimiy odamlar o'lishadi. Senga ularga o'xshagan ahmoqlar yashayotgan olam yo'qadimi? Ularni o'ldir. Hammasini o'ldir. Dunyo mag'lubiyat hamisha ham achinarli. Ayniqsa haq yo'lida ekaningni bila turib mag'lub bo'lish. Taqdiringizdan qochib qutula olmaysiz. Baribir buni uddala olmaysiz. U sizlarni topib keldi. demak endigina o'sayotgan odam deyarli hech kim kerak emas. Jamiyatga tayyor, muvaffaqiyatli inson kerak. Yosh bolamsan. Hamma oilada ham bitta qurbon bo'lgan. Xonimlar va janoblar.
Yurist sifatida ogohlantiraman, ChatGPTga ushbu ma'lumotlarni yubormang. Pasport, ID karta, bank karta raqamlari, turli xildagi pin kodlar, shuningdek, muhim ahamiyatga ega bo'lgan shartnomalar va sud qarorlarini ChatGPTga yubormang, chunki u o'zida ma'lumotlarni saqlash funksiyasiga ega. Keyinchalik ushbu ma'lumotlarni sizga qarshi ishlatishi mumkin. Misol uchun, hozirgi vaqtda ko'pchilik ChatGPTga o'zini rasmlarini tashlab, turli xildagi noodatiy rasmlarni yaratmoqda. Ushbu holatda ularning yuz ma'lumotlarini ChatGPTda saqlanib qolinadi va keyinchalik ulardan g'ayriqonuniy maqsadlarda foydalanish mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham ogoh bo'ling. Men o'zgardim, oyi. Hali ko'rasiz. Qashqirlar makoni serialida Po'lat Mematiga shunaqa degan. Nima deb o'ylaysan, Memati? To'g'ri qilyapmanmi? Shunda Memati aytadi: "Ko'ngil ishini to'g'risi bo'lmaydi, usta. Tabiiyki xato qilyapsiz." Qashqirlar Bir marta yashaymiz, muhimi uni mazmunli yashab o'tish. Uni bekorga sarflama. Umringni bekorga so'rama. O'ylab ko'r. Спустя все это... Pas très souvent travailler, maman dit. Just trust me. Jarayon o'zi yoqimsiz, o'sish yoqim. Allohni esla, bismillah de va hammasini yangidan boshla. Qara. Do you have any experience? Yo hammadan kuchli bo'lish kerak yoki hech kim. Hayot esa tanlashga majbur qiladi ba'zan. Murakkab qarorlarga faqat eng qudratlilar qodir bo'ladi. Hamma narsa qariydi. Hammasi Juda ko'p bolalar uni qaytarishga harakat qilishadi. Qaytarmang uni. O'zingizni qaytaring, o'zingizni. Berilib ketmang, ichkiligiga berilib ketmang. Shoirona gaplarga osh pishmaydi. quloq soling. Birinchidan, menga tegib qolmang. Ikkinchidan, menga daxl qilmang. Men qanday inson ekanimni va nimalarni boshdan 20 yoshda o'g'il bolani uyi bilan mashinasi bo'lish kerak degan fikrda hozir qizlar yuribdi. Hammasi emas, ko'pinchalik. Bilasizlar qatdan o'rgan olgan bu narsani? Instagramda luxury hayot, 30 ga to'lgan baxt nimaligini bilmaydigan ayollar aql chichib o'tiradi. Erkak kishini buni qilish kerak, erkak kishi 1 million dollar topish kerak. Erkak kishilar pulni tug'adi-da, sizlarga to'g'rimi? Ular tushunishmaydi qanchalik qiyin g'oz pul topishligini. Brata, siz masalan qizingizni xotelkalarini yopishga harakat qilyapsiz-da, ota-ona sizga bu yoqdan qarab turibdi. O'g'lim qachondir nimadir anglatib qo'yardi. Bratan, что за хуйня? Vaqtmasmi, prosta ko'zni ochib bundoq o'ylash uchun. Bizani mamashga tug'ib qo'ymagan, kimdir hayoti uchun yashashga. Birinchi o'chirit odam o'zi uchun yashasa, o'zini hurmat qilib yashasa, hayot boshqacha tuyuladi. Hozirgi qizlar prosta topolmaymiz. Hamma nimagadir intiladi, to'g'rimi bu? Sevgi, optimist. Новый Head and Shoulder